Xo'jayinimga qarab 14-fevral sevishganlar kuniga nima sovg'a qilasiz desam, 30 ga kirding, o'tim bo'lding. Sevishganlar kuniga balo bormi desa bo'ladimi? Siz o'tim bo'lgan bo'lishingiz mumkin, lekin men hali 18 yoshman deb ajoyib desert tayyorlashga tushdim. Idishga 400 mg iliqdan issiqroq sut, ketidan 3 dona tuxum, 4 osh qoshiq shakar hamda 1 choy qoshiq tuzni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshi aralashgan massamiz ustidan 100 mg yog', 1 choy qoshiq non sodasi hamda 500 g unni 2 ga bo'lib solib yaxshilab aralashtirib, ustidan qaynab turgan suvimizdan 400 mg quyib, xohishga ko'ra xohlagan rangimizdan qo'shib 15 minutga tindirishga olib qo'yamiz. 15 minutdan keyin o'rtacha olovda qizib turgan tovamizni tagini ozgina yog'lab, bilinchiklarimizni birin-ketin pishirib olamiz. Bilinchiklarimiz soviguncha kremini tayyorlab olamiz. O'zimizga qulay bo'lgan idishni olib, 33% slivkadan 500 g quyib, yaxshilab 10 minut davomida qatvoyguncha mikser qilib olamiz. Ustidan 4 yoki 5 osh qoshiq sug'ushoniy moloko hamda 4 osh qoshiq sahrli pudra solib 1-2 aylantirib olamiz. Qaytgancha xohlasanglar shakar ham qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Undan keyin esa bilinchiklarimizni olib, o'rtasiga kremdan surtib, hammasini ustma-ust qilib taklab olamiz. Ana endi 5 yoki 6 dona bilinchiklarimizni chet tomonini ustma-ust qilib, kremdan surtib, mana shu holatda chiroyli qilib o'rab olamiz. O'zimizga qulay bo'lgan tarelkani olib, o'rtasiga qo'yib, qolgan bilinchiklarimizni esa bir donadan olib, kremdan surtib, xuddi mana shu ko'rinishda o'rab, atirgul ko'rinishiga keltirib olamiz. Ustidan ozgina sahrli pudra sepib, ana endi dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Ikkalamiz uchun ichimlik kuyattirgan joyimda xo'jayinim choynagini ko'rsatib, mana bu kir choynakka bitta choy damlavor deb gap achitsa bo'ladimi? Kayfiyatni buzgim kelmadi, xo'p bo'ladi dedimda, bavini olib, choynakning ichiga solib, qaynab turgan suvni quyib 5 minutga qo'yib qo'ygandim. Shunaqangi kirlarini chiqardi, o'zim ham ko'rib uyalib ketdim to'g'risi. Yaxshi ham shu uyimda bavi bor, kiyimlarni dog'i uchun ham, idishlarni chirki uchun ham bir pastagina toza qiladi. Romantichni choyimizni damlab, ana endi desertimizni kessak ham bo'ladi. Sevishganlar kuniga suyukli yoris uchun albatta mana shu desertni tayyorlab ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirishni unutmang.